2 hafta men yo'q edim. Dahshat. Aytgancha, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana men Elikman. Bugungi videomizda biz Minecraftni Copier Prime klonini tekshirib ko'ramiz. Men buni aytmoqchi, Play Marketdan o'tkazgan edim. Qaylar hamma narsa prям o'xshashlikka o'xshashdi. Yana bitta narsa, men Steveman. Bitta hamma narsa bor. Bukvalni hamma narsa. Men birinchi marta adashmasam o'ynayapman buni. Bitta narsani sezdim, bitta bulava yo'q ekan. Aytgancha, bu Minecraft versiyasi haqida sizlarga ma'lumot berib o'tsam, bu 2021-yilda chiqarilgan o'yin. Ofitsialni mana qo'yilgan o'yin. Shu men bitta narsani sezdim, meni telefonim shunchalik kuchsizmi? Shanklardi bo'ldi, yaxshi mana. Aytmoqchimanda bitta qiziq g'oya bor edi. Mana bo'ldi, topildi. Hattoki Warden ham bor ekan obunachilar, hattoki Warden. Aytgancha, video endi qalada berkimachoq o'ynash haqida bo'lgandi-ku, shunda juda ham dahshat darajada katta aktiv yig'ilibdi. Yaqinda ikkinchi qismi ham chiqishi kerak, adashmasam. Shunchaki biz hozir harakat qilyapmiz, bilmayman to'g'rilaganim. Aytgancha, nimaga buncha uzoq vaqt davomida videolar chiqmayapti deb so'rashlaring mumkin. So'rasizlar, menimcha aniq. Hammasini Telegramda aniq qilib yozganman. Telegramga silka, profildagi silka orqali yoki zakreplёnный kommentariydan o'tishlaring mumkin. Men shu Minecraftda faqat video olamanmi degan savolga bo'lsa, menimcha yo'q deb javob beraman. Chunki bitta hattoki skin ham qo'yib bo'lmas ekan. Nimaga oson skin qo'yib bo'lmaydi? Men ham bitta qizaloq narsa topganimda videoni yoqaman. Kon topdim. Kon. Aytmoqchi do'stlar, sizlardan ham bitta iltimosim bor edi. Shu videoda kommentariyaga o'zlaring xohlagan savolni yozib qoldiringlar yoki Telegramda postdagi xohlagan savollarni yozib qoldirishlaring mumkin. Men javob berishga savollarga harakat beraman. To'g'rimi, bratish? Bu degan to'g'ri degan. Biz bo'lsa hozir olmos oqtarishga harakat qilamiz. Endi boshqa narsa o'ylab topolmadim-da. Xullas, shuning uchun olmos topganimda bo'lsa uylanaman. Bu shaxtalarda yurgan shaxtalarga hali allergiyam paydo bo'lib qoladi shekilli meni. Olmos topamanmi? Bugun 5-6 ta creeper ham yo'lashga ulgurdim o'zi men uning bilan. Tushunmadim. Bunaqa teparoqda ham olmos bo'ladimi? Xullas, bizga olimni yordami kerak. Olim 16-bandlikdan tepada ham olmos paydo bo'lishi mumkinmi? Bilmasam aka. Lekin 100% garantiya beraman, buni men qo'yganim yo'q. Kim bo'lib shunaqa ajoyib joyda paydo bo'libdi. Nechta ekan hozir ko'ramiz. 1, 2, 3 ta. 3 ta xolos. Ana. Olimda ham eshitib oldinglar, to'g'rimi? Olimman. Olimman, biz yonimizda o'tiribdi. U hech qayerga ketgani yo'q, jim turing olimsiga hech kim hali so'z bergani yo'q. Olimman. Olimu. Olimman. Balki meni hozir olmos oqtararmiz. Nima deb o'ylaysiz yoki boshqa narsalarni ham ko'rsatishim kerakmi? Suvni ko'rsating, suv. Suvda qaranglar, rangini ko'k ekan. Dahshat. Yaramas. Xullas, biz tupikdamiz. Obunachilar mana nima deylaman. Yo'q, tupik emas. Agar shu
Minecraft versiyasidan video olishda davom ettirishimni xohlasanglar, YouTube kanalimdagi yana avatarkani o'zgartirishimni xohlasanglar, Steve'ga iltimos like bosib qo'yinglar. Minecraftda, конечно, ko'pini ko'rganman, lekin bunaqa narsalarni birinchi marta ko'ryapman. Aytyapman, versiya qanaqadir g'alatida. Agar shu videoda 100 ta, mayli 100 ta emas, 150 ta like bo'lsa yoki 50 ta obunachi olib kelsa, men 100% shu Minecraftdan, faqat shu Minecraftdan video olaman. Bu endi hammasi sizlarga bog'liq. Telegramga o'tishni eslangdan chiqarmanglar va xayr.